Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi harflarimiz ro bilan z harfi, o'zimiz r bilan z harflarini o'tamiz. Demak, bularni ham o'zidan keyingi qo'li yo'q deb hisoblanadi. Ikkita ko'rinishi bor xolos. Ro virgulga o'xshab ketadi. So'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri. So'z boshida kelishi ham xuddi shunday. So'zni o'rtasida qo'lini yozamiz, bunday. So'zni oxirida ham shunday keladi. O'zidan keyin yo'q. Endi shu ko'rinishlarni yozib chiqishimiz kerak. O'rta kletkadan nuqta qo'yib turib pastga tushiramiz. Bu yog'i yarimta, bu yog'i yarimta bo'lishi kerak. Ikki kletkaga uzun qilib cho'zib kerak. Qo'lini kelib o'rtaga keltiramiz. Keyin bundoq. Bu yoqlari yopishib qolmasin, ahamiyat bering. Endi z harfi ham buni yozib bo'lganingizdan keyin alohida keyingi stranitsaga o'tib z harfini yozamiz. Xo'p. Z xuddi shu, faqat ustida nuqtasi bor. So'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri. So'z boshida ro kabi xuddi shunday keladi. O'zidan keyin qo'li yo'q, buni ham. So'z o'rtasida qo'li bor, oldinda, undan o'zidan oldin qo'li bor. Bu yoqqa yozamiz, bo'ldi. Bu ham shunday bo'ladi. Buni ham bitta varaq daftarda varag'ini to'ldirib yozib chiqasizlar. Ko'proq mashq qilsanglar, shunda o'xshaydi. Uyga vazifa ham shularni yozib chiqish. Agar vaqtinglar yetsa, biz o'tgan oglasovka demak, unli tovushlarni ham qo'yib chiqsanglar, o'zingizlarga yana ham yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.